Vatandaş, bugün Çislağış Kemal 22 yıl 8. ayının 3. günü yukarı leksiyanın devamı vatandaşım. Nemedi de Avam Palata başlığı Nancy Pelosi iddivi fikirlik makalaga men nemişka vekiller ümüğünü başlap Tayvan'ı ziyaret kıldım. Yaki nemi üçün vekiller ümüğünü başlap Tayvan'ı ziyaret kıldım dep mavzu koydu. Bu makale Nancy Pelosi hanımның makalesinin toluk tercümesi düvendikçe 43 yıl burunqı bugün günde Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi köp ovoz ustunligi bo'yicha Prezident Carter imzo qo'ygan Tayvan munosabatlari qonunini ma'qullagan edi. Bu qonun Amerika Qo'shma Shtatlari Osiyo Tinch okean rayoni tashqi siyosatida muhim turik bo'lib xizmat qilib keldi. Tayvan munosabatlari qonunida Amerika Demokratik Tayvanga bergan va'dasini sharhlab o'tgan va bu va'dani ait taraqqiy qilib, xalqlik, sheriklik munosabati va iqtisodiy diplomatik munosabatlar ramkasi bo'lib shakllandi. Bugun bu va'dalar Tayvan bilan Amerika o'rtasida o'rtaq manfaatni va qimmat qarashlarini asos qilgan cho'nqur do'stlikni tarbiyalab yetishtirdi. Yani öz takdirini özü belgileş, demokratiya ve erkinlik, insanın kadir kımmeti ve kişilik hukuk asasıdaki çoğunqur dostluğumuzda Amerika-Tayvan dostluğunu terbiyelep yetiştirdi. Nancy Pelosi makalesi Tayvan'dan müdafiyasını Amerika'nın kollaydıqanlığını tantana bilen ilan kıldı. Gayri teyişlik usulları bilen Tayvan'ın kelgüsünü belgileydiğen usullarını oyluğunumuzda Tinch okean rayonida tinchlik ve bexatarlikka qarşı tehditlerge Amerika qattiq ko'ngil bölüdü. Bugün Amerika bu qasimini esede saklaşı lazım. Biz Tayvan'ı qo'llashimiz kerak. Tayvan intayin qaysari bir oroldir. Tayvan boshqarish jihatda yetakchi o'rinda turib kelyapti. Tayvan tinchlik, bexatarlik va iqtisodiy jonliqlik jihatda bir rahbardir. Tayvanning dunyo havas qiladigan shirkat boshqarish ro'yi bor. Medeniyet, yaratish ve texnika kuchi bor. Lekin kishilarni xotirjam bo'lolmayotgan bir tarafi shuki, buna ait kuchga ega qudratli demokratik davlat hozir tahdidga uchramoqda. Tayvan erkinlik ailesi tarafidan dunyodagi erkin demokratik davlat deb baholangan. Şuna faxrlanadiganimiz bir ayol prezident Tsai Ing-wen bu davlatga rahbarlik qilyapti. Yaqinqi yillardan beri Beijing bilan Tayvanning jiddiy munosabati o'rlashga boshladi. Junxo Xalq Cumhuriyati Tayvanning havoda mudofaa ko'rish rayoniga yaqin yerda hatta Tayvanning havo tavalligida bombardimonchi aeroplanlarni ko'paytib, kurashchi aeroplanlar va charlig'uvchi aeroplanlarning mashg'ulotini ko'paytib, Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining xulosa chiqarishini, ya'ni Jungo armiyasi Tayvanni birlikka keltirish uchun tuyuqsiz harakat qilishga tayyorlik qilyapti. Qurolli kuch bilan davlat qurdi deb xulosa chiqarishini keltirib chiqardi. Jungo bu kurashni to'rbatla makoniga ilib kirdi. Tayvan hukumatining to'rbitiga har kuni 10 necha qatimdagidek hujum qilyapti. Uning ustiga Jungo Tayvanga iqtisodiy besam ishiltyapti. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.